Anila Hamid. Qizim borgan joyingga tub qo'yib palaga yozgin. U yoqda gapni bu yoqda gapni u yoqqa tashimagin. Amin. Boringlar. Ha, keling uyasizmi? Nima balo onangiz chala tuqqanmi? Ishlaringiz hammasi chala. Oyijon, onam sizchalik aqlli emas. Siz planetka berish bo'yicha eng donolarning donosisiz. Kelin. Boring choy damlab keling, mana o'sha qolibdi. Turing. Xo'p. Odam, senga oldi. Rahmat bolam. Otiling deyapman, qorin mushak qilyapti. Tavba qil. Ona, men kelim yeyishga nimangiz bor? Voy, o'li qizim. Yarim bo'lib qolibsan-ku. Non bermayaptimi, jodugar? U yoqda gapni bu yoqda gapni u yoqqa tashimagin. Yo'q. To'g'risini ayt qizim. Jodugar kun bermayaptimi deyman, ha? Yo'q, jannatim, xudomning oldiga borsang salom ayt. Videolardan tashab tur. Bir tur qutarovatini ko'raylik dedilar. Yo'q. Ha? Hozir telefon qilaman unda. Xolajon, Yunusobodda joylashgan Hampton Residence turar joyiga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Hozir shu paytda nima qilarkan? Assalomu alaykum, qudalarning a'losi. Rosa vaqtida qildingiz-da. Ko'zim uchib turuvdi, qudajon. Qaytasiz? Yangi qurilgan uyimni oldida turibman. Shu desangiz sentyabrda bitar ekan. Hammasi boshdan oyoq remonti bilan 40 mingina ekan. Yo'q. O'zlarini lishna yer osti parkovkasi ham ekan. Ko'rdingizmi? Chiroyli uylar. Xudojon, xohlasangiz mana kottejlari bor. 2 ga 6 hovlilari bilan, 99 ming. Siz ola olmaysiz. Endi uyga kim chiqadi? O'zimga oldim. O'zinglar chiqasizlarmi? Ha, mayli. Bo'pti, meni vaqtimni olmang, xudo. Bo'pti. Bunaqa qidalar bormi? Vobshe kitoblarda qolib ketgan deb o'ylardim. To'g'ri, kitoblarga kiritib qo'ygan, meni katta qilib qo'ygan deb baqiradi, ish buyuradi. Yalmog'iz u. Shunaqa jonimga tegdi. Ha qizim, baribir gap tashib qo'ydi-ga. Gapirmasam qiyin ekanda. Lekin gapirib maza qildim. Mana xudoga shukr, egizaklarimni ham uylantirib oldim. Ha, bolalaringdan qutuldim, endi sendan qutulsam bo'ldi. Nima? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar qizlarim, o'tiringlar. Qaysi bir edi? Bilmadim. Yo'q, ana Jim o'tiring. Nima uyg'otmadingiz? Uyso qilamen. Kelinglar, adashib o'tirib oldinglar. Voy, uzr. Yo'q. To'xtang, xayrlashmasdan ketaverasizmi? Hamma bilan xayrlashdimi? Men bilan unaqa quruq xayrlashishingiz kerak emas. Xo'p, yaxshi qoling. Kenayi. Voy, uli. Voy, eringizni ajrata olmaysiz, ovsin. Soddasiz-da. Yaxshilab e'tibor berib qarasangiz bilasiz. To'g'rimi, adasi? Eringiz uyda edi, kelin. Uf, jonimizga tegib ketdi. Ikkalanglarni ajrata olmay qiynalib ketdik. Hech bo'lmasa holinglar ham yo'q-e. Holimiz bor. Faqat ko'rinmaydi-da. Oyjon, o'g'illaringizni qanaqa qilib ajratasiz? Bizga ham yordam bering, qiynalib ketdik. Voy, qiyin emas-ku, umuman bir-biriga o'xshamaydi. Mana bu Hasan. Bunisi Husan. Haqiqatan umuman o'xshamaydi. Yuring Ovsinjon, ketdik. Qayerga ketdilar? Qaynijon sizmi? Mashakingiz shunaqa jonimga tegib ketdi. Sizga o'xshab shu emas, bir sodday lattaga o'xshaydi. Bir gapirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Ichingizda shuncha gapingiz yig'ilib qolgan ekan-da, xotinjon. Olsun, nima yig'layapsiz? Semirishimning sababini topdim. To'g'ri, yeb pishiraman. Ovqatdan bo'lganda hamma semirgan bo'lardi. Men buvimni buvisini gunoh uchun javob beryapman. Au, hamrohat, shirili ishimiz, kechasi uxlamasligimiz uchi. Olsun, nima yig'layapsiz? Men nimaga qaynonam bilan chiqishmasligimning sababini topdim. Ha, men sizga o'zi aytmoqchi edim. Bolalikdagi travmalarim bor ekan. Inam borki menga har doim senday chiqqan qizni qaynoning orqasiga deb haydaydi. Ovqatingda yemaydi deydi. Bu olov baland qilib ovqat kuydirishichi, oyijon yuzlari qarab sapchib gapirishi-chi.
Voy nima yig'layapsiz o'psin? Bilakingiz nimaga menga xiyonat qilganingizni endi bildim. Katta buvijon esib o'tgan sabab ekan. Semirganicha. Siz nima yig'layapsiz? Nimaga men bilan erimda pul yo'qligini sababini topdim. Aytmoqchi edim sizga men. Inam pul qo'lning kiri, keladi ketadi deb bolaligimdan travma bergan ekanda. O'zi ham yer ishlamaslik uchun. Bo'ldi. Hamma aybdorga faqat siz olib qolgansiz. Ketdim. Uydagilarim o'g'il kutishgan ekan, lekin men tug'ilib qopman. Ovsinlar. O'g'il bolaga o'xshaymanmi?